Özbekistanlı qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishingizni qizg'in qarshi olamiz. Tuanda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Xitoy bilan Rossiya Alyaska qo'ltig'iga yaqin yerga dengiz urush paraxoti avatib, Amerikaning kuchli qarshiligini qo'zg'agan. Fox xabarlari torining 5 avgust kunidagi xabariga qaraganda, bu haftaning boshida Xitoy bilan Rossiya Amerikaning territoriyasiga yaqin joyda dengiz armiyasi harbiy mashq olib berib, Amerika dengiz armiyasining kuchli qarshiligiga uchragan. 11 kemadan tarkib topgan dengiz armiyasi Alyaskaning g'arbiy janubiga yaqinlashgan. Palata a'zosi Dan Sullivanning aytishicha, 4 zarba beruvchi paraxot Xitoy va Rossiya paraxotlarini Amerika dengiz tavalligidan yiroqlashtirgan. Sullivan Fox xabarlarining telefon ziyoratini qabul qilganda, Xitoy va Rossiya birlashma armiyasining bu qatimqi harbiy mashqining misli ko'rilmagan darajada keng bo'lganligi, Moskva va Beyjingdan iborat ikki mustabidning tajovuzchiligining yangi davrga kirganligini tushuntiradiganligini aytgan. Wall ko'chasi jurnalining xabariga qaraganda, Amerika 4 qo'g'lig'uchi paraxot safarbar qilgandan boshqa yana P-8 Poseidon tipli aeroplanni avatgan. Rossiya va Xitoyning dengiz armiyasi Alyaska dengiz qirg'oqidan yiroq joyda harakat qilgan bo'lsa-mu, Amerika tavalligiga kirmagan. Sullivanning aytishicha, bu qatimqi Amerikaning ko'rsatgan qarshiligi bultur 9-oydagi Beloshin orolidan 90 mil yiroqlikdagi Xitoyning boshqariladigan bomba paraxoti bilan 2 paraxoti va 4 Rossiya paraxotini bayqagandan keyin Amerikaning bir dengiz qirg'oqi muhofizat paraxoti orqali ko'rsatgan qarshiligidan kuchli bo'lgan. Sullivan bu yerda Amerikaning irodasini ko'rsatadigan nurg'ulg'an dengiz kuchi bor. Men davomli mayli qaysi hukumat yoki hokimiyat almashishidan qat'iy nazar Amerikaning texim ko'p dengiz armiyasi, dengiz qirg'oqi muhofizat atriti va mol-mulklarini oshirishga va'da beraman degan. Italiya bir balvoq bir yo'l qurilishiga nisbatan so'g'uq pozitsiya tutgan. Amerika Davlat Majlisining xabar tori bo'lgan To'pilik, ya'ni Dahyal xabar torining 4 avgust kunidagi xabariga qaraganda, Italiya bosh ministri Giorgia Meloni Amerika prezidenti Joe Biden bilan ko'rishib 3 kun o'tgandan keyin Italiya davlat mudofaa ministri Guido Crosetto Italiyaning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashishining ham to'qilma ham yirginishlik bo'lganligini aytgan. Crosettoning aytishiga qaraganda, ommaviy cho'lpon harakatining rahbari bo'lgan Giuseppe Conte hukumati Italiyaning Xitoyga eksportini oshirishni maqsad qilgan kelishimnomaga imzo qo'ygan. Italiya Xitoyga bir yuk eksport qilgan bo'lsa, Italiyaga qilingan Xitoyning eksporti 3 yilda buning 3-si bo'lgan. Crosetto buni aytishdan ilgari Italiyaning bir balvoq bir yo'l qurilishiga qatnashishga nisbatan so'g'uq pozitsiya tutganligi ma'lum bo'lgan ekan. Xitoy Melonining Washington ziyorati jarayonida Italiyaning kelgusidagi asosli xalqaro tashabbusiga qatnashganligi to'g'risida e'lon berishidan ansirgan. Xitoy taratqullari va hukumat bayonotchilari Xitoyning Italiyada turishliq bosh elchisi Giaguidoning Italiyaning chekinishini salbiy ta'sir deb ataganligidan andish qilganligini bayon qilgan. Eng oxirida Meloni Biden bilan birlikda Italiyaning bir balvoq bir yo'l qurilishidan chekinmaydiganligini bayon qilgan. Bayonotda ikki rahbar kollektiv baholash, tayyorlik, tahdid va iqtisodiy majburlashga taqobil turish salmoqini oshirish uchun tirishchanlik ko'rsatish qatorliqlarni o'z ichiga olgan iqtisodiy chidam kuchi va iqtisodiy bexatarlikni kuchaytirish va'dasini qayta ta'kidlagan. Italiya sanoat iqtisodiy taraqqiy qilgan 7 davlat birlashma guruhidagi va Yevropa birligidagi Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi tashabbusiga qatnashgan birdan-bir davlat. Qolgan 17 davlatning hammasi iqtisodiy ancha taraqqiy qilmagan davlatlardir. Nimali bo'lmasin, Yevropa ittifoqi Xitoyni jiddiy bir raqobat o'rnida ko'rdi. Yevropa komissiyonining raisi Ursula von der Leyen bu yilning boshida Xitoy kompartiyasining aniq nishoni Xitoyni markaz qilgan xalqaro tartibdagi sistemlik o'zgarish. Biz buni bir balvoq bir yo'l qurilishida ko'rdik degan edi. Kaliforniyada turishliq yuqumli kasalliklar vakolatchisining qonunsiz biotajribaxona ishlatganligi bilan ayblangan shirkatning Xitoyning dori shirkatlari bilan munosabati borligi aniqlangan. Kundalik chaqiruvchi xabar torining 4 avgust kunidagi xabariga qaraganda, kundalik chaqiruvchi xabar tori sotning materiali va hukumatning buningga aloqador dokladini tekshirib chiqqan. 6-oyning o'ttirlarida Fresno nahiyasidagi amaldorlar Kaliforniya shtati Redlidagi ijozatnomasi yo'q tajribaxonadan tashlandiqlarini chiqarishga boshlagan. Fresno viloyatining sud mahkamasi xotirasidan qaraganda, iyunning o'ttirlarida Fresno viloyatining amaldorlari Prestige Biotech tarafidan ishlatilgan Kaliforniya Redlidagi ijozatnomasi bo'lmagan bir tajribaxonadan tibbiy tashlandiqlarni chiqarishga boshlagan.
Hüccetdə aytilishicha, naq maydondagi tekshiruvchilar bezgak va dengue virusi bo'lgan 20 yuqumli kasallik vakolatchilarini bayqagan. Soda arxivida ko'rsatilishicha, bir qism Prestige Biotech va Universal Meditech shirkatining boshqaruvchilari Xitoydagi dori ta'minlovchilar bilan o'xshash adres va ismni ishlatgan. Sud hujjatida ko'rsatilishicha, Prestige Biotech va Universal Meditech 2022 yil oktyabrdan boshlab Kaliforniyaning Redli shahrida ijozatnomasi yo'q tekshirilmagan tajribaxonani ishlatgan. 2022 yil 12 oydan boshlab amaldorlar tajribaxona ishchilari bilan aloqalashmoqchi bo'lgan. Ammo 2023 yil 3 oygacha muvaffaqiyat qozonolmagan. Mas'ullar tekshirish orqali nomuvofiq saqlangan qon, badan suyuqligi, odam va hayvonot to'qilmalarida tuberkulyoz, streptok, jigar yallig'i, AIDS virusi va rubella qatorliq kam degandimi 20 yuqumlanuvchini bayqagan. Van Kemperchi zihniyat yana kelib siyosiy dallollikni atalmish xalq nomida go'yo otoritesi xalqni manba qilgan va xalqqa vakillik qiladigan ko'rsatib gap o'ynatayotgan bu zihniyat mazkur suhbat programmasini tashkillash orqali navbatdagi urinishlarining asli muddasining qandaqdir atalmish 5 hukumat bilan atalmish 6-chisini birlashtirib bir yerga keltirish emas, balki oldi bilan orijinal surgundi hukumatni boshqa atalmish 5 surgundi hukumat bilan bir qatorga tizish. Ularning hammasini xalqarada o'xshash funksiyada, o'xshash rolni olayotgan qabul qilib, orqadan go'yo navbatdagi siyosiy vaziyatimizda qandaqdir hukumatlar olib ketish krizisi bordek bir saxta ko'rinishni yaratish borligi va bu bahonani tutqi qilib orijinal hukumatga chumoq selish ko'ydi ekanligi o'z-o'zidan ma'lum. Ichidan bo'linib chiqqan prinsipsizligi sababli qo'qlandi bo'lgan yoki xiyonati sababli haydalgan bir to'p do'konchilarning viskisi bilan aslidagi surgundi hukumatning tubki ideologiyasi va prinsipini muhofazat qilib kelayotgan bir tashkiliy qurumning nom obrazini bir g'alvirga solmoqchi bo'lishdan ortiq Van Kemperlik siyosiy dallollik bo'lsinmi? Albatta, aslidagi surgundi hukumat da'vatgan chog'da qandaqdir kim boshda qurgan bo'lsa, orijinali shu deganlikni ko'rsatmaydi. Bu yerdagi aslilik mazkur hukumatning dastlab qurilgan chog'dagi ideologiyasi, shundaqla qurilish maqsadini sog'lom asosda muhofazat qilib kelayotgan yoki kelolmagan bo'lishi ko'zda tutilgandir. Mayli raqiblari tarafidan bo'lsin, mayli kishilik muomalada chiqisholmasligi sababli xushi yo'q kelisholmaydiganlar tarafidan bo'lsin, mayli dushman nazarida bo'lsin, navbatdagi G'ulom Osmon prezidentligida xizmat qilib ketayotgan, shundaqla Salih Xudoyor boshchiligida harakat qilayotgan Sharq Turkiston surgundi hukumatning eng dastlabki qurilish ahdnomasini muhofazat qilib kelayotganligi, milliy irodaga chang qo'ndirmaslikda bir chekis chog'liq savallikka yo'l qo'ymaslikda keskin bo'lib kelgan hukumat ekanligi tartishishga o'rin yo'q bir masala. Shundaqkan bu yerdagi aslilik yoki aslidagi Sharq Turkiston surgundi hukumatining orijinalligi shaxslarning baldur yoki keyin qurilishida emas, ideologiyasi va qurilish prinsipiga qaysi darajada sodiq bo'lib kelgan yoki kelmaganligi bilan o'lchash insofdan bo'lmoqqa lozim. Burhan Muhammadning siyosat to'qmishining Van Kemperlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.